Bendilerge yaxşı amellerinin savabını hassilab ko'paytib berish ve günahlarını mağfiret kılış için hecni farz kılgan, şu arkalık bendilerinin hatalıklarını öçürgen ve tövbüge hidayeti yeteklep tekrar fırsat bergen, Rahman ve Rahim sübetlik her kandak ayıp noksandan pak bolgan, bütün alemlerinin perverdigari Allah Hak Subhanahu ve Teala'ga barlık hamdü sana ve mahtaşta bolsun. Durut ve salamla ihram bağlap hec kılgan, ömrü kılgan, telbiye etkan, hamdü etip şükür kılgan, barlık yaxşı emellerini en mükemmel ve toluk ada kılıp, bizlerge övgü bolgan ustazımız, rehberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge bolsun. Ve onun aile tavabatlarına Allah'tan çeksiz salam hem rahmetler bolsun. Allah'ın hidayeti ve mağfireti kıyametke kadar o zatqa ergeşken barlık mümin musulmonlarga bolsun. Amin. Mana bu zeminde Allah'a ibadet kılış için tuncu silingan öy, bütün dünya musulmonlarının mukaddes kıbligahı Beytullah. Allah Teala bu doğruluk Sure İmran'ın 96 ve 97. ayetlerinde hakikaten insanlarga ibadet için tuncu silingan öy, yani Beytullah Mekke'dir, mübarektir, cahan ehlige hidayettir. Onunda ruşen alametler var ki, makamı İbrahim şulanın biri. Beytullah'ga kirgen odam emin boludu. Qadir bulalığan kişilerinin Allah için Beytullah'ını ziyaret kılışı ulara farz kılındı. Kim ki inkar kılıdiken, yani hecde terk edidiken zini özüge. Şüphesiz ki Allah ehli cahandın, yani ularının ibadetin bihacettir deb hitap kılgan. Sahih-i Bukhari'deki hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhu mundak bir hadisni rivayet kıldı. Bir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kutlu sözler etip, ey halayıklar, Allah Teala sizlerge hac kılışını farz kıldı. Hac kılınlar dedi. İbn Ömer radıyallahu anhu bu hafta yeni bir hadisni rivayet kılıp, kimki İslam'ın bir törükü bolgan hacni terk kılsa, goya İslam binasını buzmoqchi bolganga o'xshash degan edi. Yana bir hadisda Hazreti Ali radıyallahu anhu hac qilishga qudrati yetib turib hac qilmagan odam Yahudi yoki Nasaralar qatorida o'ludi degan. Demek hac qilish İslamdagi 5 asosning biri. Yuqorqi dalillar hac qilishning farzligini ko'rsatib qolmasdan, balki uni qasddan kechirishning mumkin emasligini isbotlaydi. Amma Allah Hak Subhanahu ve Teala bendelerinin acizliğini nazarga ilib, hac qilishni tövendeki şartlarni hozirlagan kishilarga farz qilib belgilagan. Birinchi, musulmon bo'lish. Ikkinchi, aqli hushi joyida bo'lish. Uchinchi, balog'atga yetgan bo'lish. To'rtinchi, erkin ozod bo'lish, qul bo'lmaslik. Beshinchi, yo'l xotirjam bo'lish. Agar yo'lda to'salg'alardan pora bermay turib o'tish mumkin bo'lmasa
ve dinsiz hükümetler həcga çıkışdan to'sqan taqdirda u odamdan hajning farzligi soqit bo'ladi. 6. Ayol kishi haj qiladigan bo'lsa mahrami bo'lishi shartdir. Mahramlik sharti to'shadiganlar dadisi, tog'ilari, yo'ldishi, balog'atga yetgan aka ukisi va o'g'lidan iborat nikohlanish harom qilinganlardir. Diqqat qilishga tegishli ish shuki, yolg'on mahram bo'lish va mahram bo'lg'uniga pul ilish islom dini qat'iy cheklagan harom ishdir. 7. Moddiy va ma'naviy taraflardan qudrati yetadigan bo'lish. Qudrati yetgan deganimizda u boshdan oxiri ham badan jihatdan ham iqtisodiy jihatdan qo'shtab badal to'laydigan mushkul ibodat bo'lib, badan jihatdan deganimiz safarning va haj faoliyatlarining riyozatlariga bardoshlik beroladigan kuch-quvvati bor bo'lish. Iqtisodiy jihatda o'z mas'uliyatidagi ijtimoiy hayotining zarur ehtiyojlaridan eshingan haj safariga berib kelguncha bemalol yetkidek iqtisodiy bo'lish degandan iborat. Yuqorqilar haj qilishni niyat qilgan kishilarning hozirlashga tegishli zarur shartlaridandir. Haj bilan umrning boshqa ibodatlarga o'xshamaydigan tarafi har bir musulmonning o'zi yashayotgan yerda ado qilishining mumkin emasligida ko'riladi. Shuning uchun haj yoki umr qilmoqchi bo'lgan musulmonning belgilangan vaqtda Makkaga berib, shariatda belgilangan faoliyatlarni belgilangan yerlarda ijro qilishi lozim. Shuning uchun qudrati yetgan musulmonlar Allohning buyrug'iga itoat qilish va Rasulullohga ergashish uchun har yili haj oylarida butun dunyoning har taraflaridan bu ulug' shahar Makkaga hajga kelib turadi. Musulmonlar bo'miz Ibrohim alayhissalomning chaqiriqiga ovoz qo'yish uchun turli jafo mushaqqat va to'saloqlarga qaramasdan Makka mukarramaga chin dilidan talpinadi. Uni ziyorat qilishni orzu qiladi va fursat topsa darhol otlanadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan amallarning eng afzali qaysi ya Rasululloh deb so'ralganda Alloh va uning rasuliga iymon keltirish degan. Undan qolsa deganda Allohning dargohida qabul bo'lgan haj deb javob bergan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu yana mundaq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Bir qitimliq umra yana bir qitimliq umrgacha bo'lgan orliqda qilgan gunohlarni yuydi. Samimilik bilan qilingan hajning mukofoti jannatdan iborat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim dedi. Kimki haj qilganda boshqalar bilan jadallashmasa, nachar qiliqlar va buzuq ishlar bilan shug'ullanmay, oilasiga qaytib kelsa, onasidan tug'ilgan vaqtidagidek gunohdan poklanadi. Buningdan shuni ko'rilishga bo'ladiki, haj qilguvchilar uchun bu qitimqi safarining barakati va yaxshiligini g'animat bilib, o'zining mangan, turgan, o'ltirgan, qo'pqan holatlarida Allohdan o'ziga hidoyat, amallarga maqbuliyat, niyatiga xolislik, ishlariga osonlik, ibodatlarga ixlos
ve to'g'riliq tilash bilan birga burun bilib bilmay qasdan yoki sahvanlik bilan sodir qilib qolgan har qanday gunohlariga chin dilidan samimiy tavba qilishi iymoniy mas'uliyati bo'lgandek oila tavobatlari urug' tuqqan do'st yoranlariga va butun dunyodagi musulmonlarga xolis duo qilishi islomiy majburiyatidir. Bu mas'uliyat va majburiyatlar har qanday bir musulmon uchun kamdan kam uchraydigan fursatdir. Her qandaq haj qilg'uchi haj safarda beshiga kelgan ig'ir yenik musibatlarga mayuslanmasligi, cho'ng kichik jafo mushaqqatlarga minnat qilmasligi, Allohdan keladigan savob va ajrdan umidsizlanmasligi va qat'iy ikkilanmasligi lozim. Dünyanın her qaysi joylaridan kelgan olim, ulamo, ustozlar va o'quvchilar bilan har xil millat va irqdagi musulmonlar bilan fikr almashtirishga qiziqishi, o'rganish-o'rgatishga ahamiyat berishi, o'zaro xolis yordam qilish uchun tirishchilik ko'rsatmagi lozimdir. Haj safarida 5 vaqt namozning vaqti va o'rniga boshqa amallarning shartlariga va haq huquqlarga rioya qilishi, butun vujudi bilan har bir minut vaqtini ching tutib, tili va dilini g'aybat, shikoyat, fitna fasodlardan yig'ib Allah'ның zikriga va qudrat kamolining mohiyatini fikr qilishga, bergan ne'matlarining shukronasini ado qilmoqqa sarf qilmoqlik bilan mashg'ul bo'lmoq lozimdir. Bundaq mas'uliyat va majburiyatlar har qanday bir musulmon uchun kamdan kam uchraydigan fursatdir. Shuning uchun haj qilg'uvchilar va umr qilg'uvchilar qilgan haj tavobidan nom atoq, shon shuhrat va obro'y inobat qo'g'lashmasdan faqat Allohning roziligini tilab va savob umid qilib, chin dilidan, butun vujudidan Allohga samimiy tavba qilmoqligi lozim. Shundaqla o'zi bilan boshqalarning o'ttirsidagi muomalatlarni to'g'rilab, boshqalarning haqqini ado qilib, moddiy va ma'naviy qarzlarni tugatmagi texmi muhimdir. Amallarning maqbul bo'lish shartlari ikki bo'lib, biri Alloh rizoligi uchun bo'lish, yana biri Rasulullohning ko'rsatmasi bo'yicha qilgan bo'lish. Allohning roziligi faqat ixlos bilan qo'lga keladi. İxlos har qanday ishni riyo qilish, mol dunyo to'plash, nom atoq qilish deganga o'xshash g'ayri niyat va g'ayri maqsadlardan xoli holda faqat Alloh taolaning dunyo va oxiratdan iborat ikki dunyolik roziligini ko'zlash deganlikdir. Resulullah'ның ko'rsatmasi bo'yicha qilgan bo'lish deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'ziga va qilgan ish harakatiga agishni ko'rsatadi. Haqiqatan haj qilguvchilarning eng yaxshisi Allohni ko'p yod etuvchi va Allohning zikrini ko'p qilguvchidir. Diyorimiz musulmonlar uchun Makka mukarramaga kelganda oldi bilan umr qilish, ondan haj qilish bir oz qulaylik bo'lganlikdan haj va umr ibodatlarini mushu tartib asosida tunishtiramiz. Umr qilish
ömrü qilmoqchi bo'lgan kishi yilning har qanday bir kunida umrga niyat qilib ihrom bog'laydi va labbayki o'qib masjidi haramga kirib Ka'bani tavof qiladi. Tavof qilib bo'lgandan keyin 2 rakat namoz o'qib Safa Marvaning orasida sa'i qiladi. Sa'i oyoqlashgandan keyin kishini tushirib yoki qisqartib ihromdan chiqadi. Mana bu umr qilishning tartibi. Haj yoki umr qilmoqchi bo'lgan kishi oldi bilan ihrom bog'lishi lozim. Uningsiz haj yoki umr qilish mumkin emasdir. Undaqda ihrom degan nima? İhramlar 2 parça raxtdan iborat nihoyat g'aribona kiyim bo'lib, bir parchasini mo'rimizga tashlab, yana bir parchasini belning ostiga o'rib olamiz. Bosh ochiq qoladi. Mana bular ihrom o'rashning zohiriy shakli. Navada ozroqqa tafakkur qiladigan bo'lsak, bu kichikgina amalning qanchalik katta ma'nolarni o'z ichiga olganligini ko'ra olamiz. Oramizda uchiga kiyib olgan to'n, kimxob, formalar bilan o'zini aslilikka salohiyatidan ustun chaqlamaydigan odam yo'q deyarlik. Şunlaşqa Allah Taala haj boshlanishdan ilgari ana shu to'n, kimxob formalarining o'rniga ihrom bog'latqizib, sen degan bir banda agar mening huzurimga kelaman deydigansan, cho'qim bandalik salohiyating bilanla kelishing lozim. Sening podshoh, vazir, rais, minister, general, hokim, mayli amaldor, mayli nima bo'lishingdan qat'iy nazar, mening oldimdagi salohiyatim faqatla bir banda deganlarni his qildirishni iroda qiladi. Demak, ihrom insonning barliq shon shavkat, huquq, imtiyozlarini yo'qotib tashlab, insonni haqiqiy bandalik maqomiga yetkazadi. Mötüver katta erbablarını odatdagi fuqarolarning sepiga akilib tizidi. İhram holatida hojilar to'piga nazar soladigan bo'lsak, kim xor, kim aziz, kim hokim, kim mahkum farq etkili bo'lmaydi. Hammaylar Allohning huzuriga yig'ilgan g'ariblarga o'xshaydi. İhram ana shundoq ijtimoiy farqlarni barobarlashtirish bilan birga musulmonlardagi irqiy va jo'g'rofiyaviy farqlarni yo'qotib tashlaydi. Hojilar Allohning huzuriga hozir bo'lgan vaqtida musulmon va inson degandan boshqa salohiyatining bo'lmasligi uchun ularga ihramdan iborat bir xillik kiyim kiydirildi. Musulmonlar orasida hammaylar o'xshashli bir millat bo'lishdek birlik tuyg'usini paydo qilish uchun balkim buningdan unumli ikkinchi bir tadbir bo'lmasi kerak. Atrofdagi ashu mig'mig' hojilar to'piga qaraydigan bo'lsanglar, ihromning xosiyati bilan go'yo ularning hammasi o'xshashli bir pufra, o'xshashli bir millatdek ko'rinib, milliy, irqiy va jo'g'rofiyaviy farqlar yo'qolgandir. İhram bog'lash insonni hayvoniy xususiyatlardan yiroqlashtirib, farishtalarning maqomiga yaqinlashtiradi. Demak, inson ihromga kirish bilan tang Allohning miskin bandasiga aylanadi. Barliq ormonlari va nafsi xohishlarini cho'rib tashlaydi. Dunyodagi hamma narsa uningdan xotirjam bo'ladi. Uningdan hech kimga, hech nimaga ziyon yetmaydi.
u endi hiliqi zo'migar zolim emas, balki dunyolikdagi barliq lazzatlardan voz kechgan, vujudidagi mag'rurlik va manmanlikni chiqarib tashlagan ojizgina bir banda. Tövençilik bilen öz hacet ve maksat muddaalarini Perverdigarının huzuruna sunuş için kitabatkan addi bir musafir. Mana bu hakiki ihram ruhi. İhram kiyimi erler üçün yep-yengidek narsalar bilen tikilmegen iki parça raxt bulup ak ranglik bo'lişi kuchlik sunnatdir. Birini bilining ostiga o'raydi, yana birini uchiga yo'gaydi. Belning ustiga o'raydigini rida, belning osti tarafiga o'raydigini izar deyiladi. Ayollar üçün yeni tikilgen ozade emma ceziptar bolmagan kiyim bolsa kifoyidir. İhram bağlamakçı bolgan kişi oldu bilen tırnaklarını elip, koltuk ve evretlerinin tüklerini pakiz tadılap paklanışı lazım. Xushpuraklık narsalarni ishlatish alohida sunnat bo'lib, Hazrati Oyisha radhiyallohu anha men payg'ambar alayhissalomga ihromga kirishdan ilgari va ihromdan chiqib farz tavob qilish oldida xushbo'y atirlarni chechib qo'ygan edim deydi. Serindirici olan ayollar pokiz tozlanib kiyinadi, ammo xushpuraklik narsalarni ishlatmaydi. Chunki ayollarning xushpurak narsalarni va girim buyumlarini o'z eridan boshqalar uchun ishlatishi harom qilingandir. Agar ayol kishi haj vaqtida odat ko'rib qolsa yoki tug'sa, Kabe'ni tavob qilishdan boshqa barliq haj faoliyatlarini qilaverib, Kabe'ni saqaygandan keyin tavob qilsa, haji durust bo'laveradi. İmam Ahmad rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlar bir rida bir izar va ikki kepish bilan ihrom bog'langlar degan. Agar ihromlik raht topolmasa, ishton tesi bo'ladi. Putig'i kiydigan boshqa narsa topolmasa, o'tuk yoki maysa kiysa ruxsat. Buning dalili Hazrati Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Kepish tapalmagan odam o'tib keysun, izar tapalmagan odam ishton keysun deyilgan. Ba'zilar qambal va mayka, do'ppiga o'xshash narsalarni kiyib oladi. Bu to'g'ri emas. Ammo inson uchun zarur ehtiyojlik bo'lgan ko'z aynak taqash, soat taqash, pul soladigan narsalarni bog'lash qatorliqlar ruxsat qilingan narsalardir. Ihrom bog'lagandan keyin diqqat qilish tegishli ishlar. İhromga kirgandan keyin mayli er, mayli ayol, har qanday kishi badanining hech qanday bir yeridan biror tal tuk chog'liq narsa elishga bo'lmaydi. Er yoki ayolning soch tirnoqlarini elishiga bo'lmaydi. Er yoki ayolning attir va shuningga o'xshash xushpuraklik narsalarni ishlatishiga bo'lmaydi. Erlarning tikilgan kiyim kiyish va badaniga choplashib turadigan maykaga o'xshash kiyimlarni kiyishiga bo'lmaydi. Er kishining beshini yo'gishi va do'ppiga o'xshash narsalarni kiyishiga bo'lmaydi. Jamoatga taalluq bo'lgan gap so'zlarni qilishga, insonlar bilan jidal majro qilib, yo'qolgan ishlarda qaytalishib, talash-tartib qilishga bo'lmaydi.
ovlash, uningga yordamlashish, hatto jonivorlarni uvusidan erkin dallayotgan yerdan yurkitib qo'g'lashga bo'lmaydi. Nikohlanishga, ayoli bilan jinsiy aloqa qilishga, ayollar bilan nikohlanish haqida paranglashishga, hatto o'z ayolini shahvat bilan quchoqlashga bo'lmaydi. Bu to'g'riliq Alloh taolo haj qilishni niyat qilgan, ya'ni ihrom bog'lagan odamning jinsiy aloqa qilishi, gunoh qilishi va janjal qilishi ma'ni qilindi deydi. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ihromga kirgan kishiga jinsiy aloqa qilish, nikohlanish va so'z soldirish qatorliq ishlar haromdir degan. İhromdagi kishi beshini yuysa va g'usl qilsa bo'ladi. Hojat bo'lib qolib, badanini yumshoq qoshlasa, qoshlaganlik sababi bilan beshidan yoki badanidan biror ikki tol kessa hech narsa bo'lmaydi. İhromga kirgan er yoki ayol ihromi kir bo'lib qolsa, uni yuyib kiysa yoki olmashtirib, boshqa ihrom kiysa bo'ladi. İhromdagi kishi har qanday narsani o'ltirmasligi, o'simliklarni yulmasligi, dal-daraxtlarni sundirmasligi, o't cho'plarni o'rmasligi, o'z xizmatlarini silkishmasligi, hatto beshiga qo'ngan narsani urkitib etmasligi lozim. Ammo yilon, chayon va shuningga o'xshash odamning hayotiga tahdid elib keladigan zaharli narsalar buning sirtida. Kunlik tutish, chedirda o'tirish, daraxtning soyasida soydash ruxsat qilingan ishlardir. İhromga kirib bo'lgandan keyin maxsus ihrom uchun 2 rakat namoz o'qishning zarurati yo'q. Agar o'qimoqchi bo'lsa, farz namozning oldida yoki keynida o'qisin. Chunki farz namozning vaqtida farz namozdan boshqa har qanday namozni o'qishga bo'lmaydi. İhrom uchun belgilangan cheklimlarga xiloflik qilmagan kishi shariatning nazarida ihromli odam bo'lib hisoblanaveradi. Ammo Allohning nazaridagi haqiqiy ihromli odam ihromga kirishdan ilgari o'zini Allohning haqiqiy ojiz, miskin bandasiga aylantirib, iddisidagi manmanlik, kibri tamanno, millatchilik, oila nasabchilik va qabilvozlik degandek bir tarafdan qarashlarni butunlay chiqarib tashlay barliq maxluqotlarga nisbatan yaxshilik qila olgan va rahmdil bo'la olgan, dunyo hayotining zinnatlari va rohatlaridan voz kechib o'zini Allohning ishqiga mushu bir necha kun bo'lsin otiya olgan kishidir. Undaqda ihromni qachon, qayerdan boshlab kiyamiz? Her qandaq bir amal ma'lum o'rin va ma'lum vaqt bilan zich bog'langan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har qaysi joylardan haj va umrga kelganlarning ihrom bog'laydigan o'rinlarini belgilab bergan bo'lib, ana shu o'rinlar miqot deb ataladi. Miqot 2 xil bo'lib, birisi miqot makon, yana birisi miqot zamon. Miqat makon deganimiz ihrom bog'laydigan o'rinni, miqat zamon deganimiz ihrom bog'laydigan vaqtni ko'rsatadi. Ihrom bog'laydigan joy 5 dir. Birinchi, bu Madina tarafdan kelganlarning ihrom bog'laydigan joyi Zulhalifa bo'lib, hozir Obar Ali deb ataladi. İkinci, Zat-ı Arq, bu Iroq tarafdan kelganlarning ihrom bog'laydigan joyidir. Üçüncü, bu Najd tarafdan kelganlarning ihrom bog'laydigan joyi Qarnul Manozil bo'lib, hozirgi ismi Sayl Kabir deb ataladi. Dördüncü, Yelemlem, bu Yaman tarafdan kelganlarning ihrom bog'laydigan joyidir. Beşinci,
Şam tarafdan kelganlarning ihrom bog'laydigan joyi asli Juhfa bo'lib, u yer xaroblashib ketganlikdan hozir uningga yaqin bo'lgan Rabiq degan yerga o'tkelgan. Mana bu o'rinlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zi belgilab bergan. Haj yoki ömrni niyat qilgan kishi dunyoning qaysi taraflaridan mayli quruqlikdan mashina qatorliq narsalar bilan, mayli dengiz orqali paraxut bilan, mayli havodan aeroplan bilan kelgan bo'lishidan qat'iy nazar bu o'rinlardan o'tib ketishdan burun ihrom bog'lishi vojibdir. Ba'zi odamlar miqotlarning chegarasi bilan hisoblashmay aeroportga kirib ondan ihrom bog'laydi. Bu to'g'ri emas. Bunda qilish Allohning buyrug'iga xilof. Miqotlardan ihromsiz o'tish haromdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mazkur miqotlarning biridan ihrom bog'lashga buyurib, mana mushu yerlar u yerdagi xalq yoki shu yerdan o'tishlardan haj yoki umrni niyat qilgan kishilarning ihrom bog'laydigan joyidir degan. Yuqorida ko'rsatilgan 5 o'rindan boshqa Makka xalqi umr qilmoqchi bo'lsa, Tanim degan joyga berib ihrom bog'laydi. Umri masjidi joylashgan o'rinni demakchi. Chunki Hazrati Oyisha radhiyallohu anha Makka mukarramadagi vaqtida umr qilmoqchi bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr radhiyallohu anhuning o'g'li Abdurrahmonni Oyisha radhiyallohu anhani Tanim degan joyga elib chiqib ihrom bog'lab kirishga buyurgan. Hazrati Oyisha radhiyallohu anha inisi bilan Tanimga chiqib ihrom bog'lab kirib umr qilgan. Shuningga asosan Makka xalqi yoki vojib umrni qilib bo'lib hajga saqlab turgan hojilar Tanim degan joyga berib ihrom bog'lasimi bo'ladi. Ammo hajga chiqadigan chog'da mayli Makka xalqi bo'lsin, mayli sirtdan kelib hajni kutib turgan hojilar bo'lsin, o'zi turgan yerdan hajga ihrom bog'laydi. Mana bu jumhur ulamolarning so'zidir. Miqot zamon umr qilish uchun bir yilning har qanday vaqtida ihrom bog'lasa bo'ladi. Ammo haj qilish uchun muqim bir belgilangan vaqt bo'ladi. Bu vaqt Hijriya kalendari bo'yicha har yili Shavvol, Zulqa'da va Zulhajja oylarining 10-kechgacha bo'ladi. Bu vaqtlar ichida hajga ihrom bog'lab miqot ichida haj kunini saqlab tursa bo'ladi. Haj qiron qiluvchilar uchun buningdan boshqa vaqtda ihrom bog'lasa umrga hisob bo'ladi. Ihrom bog'lagan kuni agar Zulhajjining 10-kechasi bo'lib, Eid kechasi tong yorib qolsa, Arafat vaqti o'tib ketgan bo'ladi. Qilgan haji qabul bo'lmaydi. Shunga bu chog'da umrining qoidalari bo'yicha umr qilib, kelar yili qayta haj qilsa bo'ladi. Shuning uchun Hijriya 12-oy, ya'ni Zulhajjining 8-kuni Makka mukarramaga kelib, Arafatga ulgurib berishi nihoyat zarur. Hijriya kalendari butunlay qamariyaga mansub bo'lib, har yili 354 kundan ortiq bo'ladi. Shuning uchun haj vaqti milodiya kalendari bo'yicha hisoblanganda Eid kuni bir yilning har fasliga yetkilib keladi. Agar kasal yoki dushman sababidan haramga yetib borolmasdan andisha qilgan kishi miqotga ihrom bog'laganda, ey Parvardigorim, men umr qilishni niyat qildim. Agar yo'lim to'silib qolsa, shu yerda ihromdan chiqaman deb shart qilsin. Qaysi bir sabab bilan haramga kirolmay ihromdan chiqib ketsa, shart qilganligi uchun fidya kelmaydi. Bunun dalili Hazreti Zübaa binti Zübeyir radhiyallohu anha rivayet qilib mundaq dedi: Ya Rasulullah,
men hajda niyat qildim, lekin men kasal dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaysi bir yerda to'silib qolsam, shu yerda ihramdan chiqaman deb shart qilgan dedi. Miqatlarning biridan ihrom bilan kirgan kishi toki Baytullohga yetib kelguncha talbiyani ko'p aytishi va Alloh taolani ko'p zikr qilishi lozim. Undaqda talbiya degan nima? Uni qandoq aytamiz? Talbiya itoat duosi bo'lib, Allohning huzuriga chaqirilganligiga javoban, "Ha, mana men ey Alloh, mana hozir" deb o'zining farmon bardorligini ifodalaydigan so'zdir. Men tayyor bo'ldim ey Alloh, men tayyor bo'ldim. Mana men tayyor, sening hech qanday sheriking yo'qdir. Men hozir bo'ldim. Shak shubhisizki barliq hamd sana, barliq ne'mat va barliq podshohlik sana xosdir. Sening hech qanday sheriking yo'qdir deb talbiya aytdi. Talbiyani erlar tili bilan oshkora ullik aytdi. Ayollar ichida aytdi. İhramdaki odam talbiyani ko'p o'qishi bo'libmi, har bir o'zgarish bo'lganda yoki igiz paslarga o'rliganda o'qish kerak. Davomli Allohdan o'tdan saqlash, jannatni ato qilish haqidagi duolarni ko'p qilish kerak. Behuda so'zlar, g'aybat shikoyatlarga asli berilmasligi kerak. Talbiya aytish umr qilganda tavobni boshlag'ucha, haj qilganda hayit kuni shaytonga tosh otguncha davomli o'qiladi. Navada o'sha talbiyaning ma'nosiga ozroq diqqat qilsak, go'yoki xo'jayini chaqirgan bir qulning labbayka labbayka hozir men tayyorman, mana men tayyor degenicha xo'jayiniga to'xtamay madiya o'qib, yugurib ketayotgandek bir g'oyibi tasavvurga ega bo'ladi. Xuddi shuningdek Alloh ularni Kabiga, Arafatga, Muzdalifaga va Minalarga chaqirgan vaqtimi to'xtamasdan talbiya aytdi. Şu jarayonda bu itoat so'zini to'lab manganlik uning talbiya aytishining shar'iy taqozzosini o'rlaganlik bo'ladi. Ammo uning haqiqiy mohiyatiga yetish uchun har bir kishi o'sha so'zlarni eg'izib deyish bilan birga o'zini Allohning bandasi ham quli ekanligini, Allah chaqirgan o'rinlarning hammasiga labbayka labbayka, hozir men tayyorman, mana men tayyor deb ketib bo'lganligini haqiqiy turda his qilishi lozim. Her qanday inson o'ziga o'xshash bir arzimas bandini olamlarning parvardigori bo'lgan shuncha katta zotning chaqirayotganligini his qilganida talbiya aytish uningga nisbatan nihoyatimiz huzurli ishga aylanadi. Bu haqiqatan katta baxtiyorlik ham odam tetib qolmaydigan lazzat. Hojilar talbiyani toki haramga kirguncha aytadi. Haramga kirish bilan tang talbiya aytishni to'xtatadi. Haramga qandoq kirimiz? La
haramga kirish. Sirtdan kelgan har qanday bir hojida Makkaga yetib kelibla Baytullohni tezroq ko'rish istikining paydo bo'lishi tabiiy. Ham shundaq istak bo'lishi lozim. Ammo safarda charchoq, ochliq va ussizlik taqozosi kuchli bo'lib qolsa, oldi bilan g'izolanib, bir oz orom olib, ondan borsa yaxshi. Chunki tavob va sa'i qilishda xili ko'p kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Navoda g'arg'inlik sababidan ibodatlarga qo'shaqmaslik va norozilik kayfiyati paydo bo'lib qolsa, yaxshi emas. Baytullohning birer yuzga yaqin kirish eg'izi bor bo'lib, Baytullohga eng dastlab kelgan kishining Babus salom deb atiladigan eshikdan kirishi mustahab. Haramga kirgan har qanday odamning Baytullohga nazari tushishi bilan qalbida Allohga bo'lgan ajoyib bir xil haybatlik eyminish tuyg'usi paydo bo'ladi. Allah'ın kudreti bilen kalıp özlükiden Kabe'ye talpedinu. Allah'a bolgan muhabbet mu del şundak boluşunu talep kılıp. Bundak çağda til hem dili bilen Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Yani Allah hemmedin katta, hiç kandak şeriki yok, Allah hemmedin katta deyişi lazım. Hem de yana tövendeki dualarını intayin ihlas bilen okşu lazım. Ey Allah, bu öyge tehime köp şan şeref, uluğluk ve heşemet ata kılgın. Onu tehime köp yaxşılıklarının merkezine aylandırgın. Ey Allah, özün hemme ayıp noksallardan paksen, salla barlık ayıp noksallardan salamet kılesen. Ey Allah, bizge hem cismani cihetten hem ruhi cihetten sağlam hayat ata kılgın. Her kandak mescidge o'ng bilen kirish sünnet. Peygamberimiz bizge mescidge o'ng bilen kirib, sol bilen chiqishni, holaga sol bilen kirib, o'ng bilen chiqishni, uyga o'ng bilen kirib, o'ng bilen chiqishni buyurgan ve her kandak bir ishni qilishda ve qilib bo'lganda o'ziga xos duolarni o'qishni o'rgatgan. Nurg'unlagan musulmon qarindoshlarimiz bundaq ishlarga diqqat qilmaydi yoki bilmaydi. Bizning ustozimiz, yo'lboshchimiz, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizga dunyoviy cho'ng ishlardan tortib, turmushdagi eng kichik ishlargacha inson ehtiyojli bo'lgan barliq ishlarni mukammal va to'liq o'rgatgan. Müslüman bolgan kişi özünün her bir kılmakçı bolgan işini Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın iş hareketiga to'g'irlishi lazım. Her kandak mescidge ey Perverdigarım bana rahmetingning eshiklerini ochgin deb o'ng bilan kiramiz. Haramga kirgandan keyin oldi bilan tavob qilamiz. Tavob degan nima? Uni qanday qilamiz? Tavob haramga umra yoki haj qilib kelganda qiladigan tavob qildim. Hajdan keyin qiladigan tavob ifoda va Makkadan ayriladigan chog'da qiladigan tavob vido deb atiladigan farz tavoblardan boshqa xohlagan chog'da kelib qiladigan nafl tavoblardan iborat bir nafchiga bo'linadi. Haramga kelgan har qanday hoji oldi bilan tavob qildim deyiladigan dastlabki tavobni qilib. Tavob qilish Baytullohni markaz qilib oylanish bo'lib, oylanganda soat istiraliksining oylanishiga qarshi yo'linish bo'yicha jami 7 qitim bo'lish kerak. Hajrul Aswaddan boshlanib, yana Hajrul Aswadga kelganda bir qitim bo'lgan bo'ladi. Tavob qilish hargizmi ma'nosiz oylanish emas.
u bandalarning haddi hisobsiz in'om ikromlarni ato qilguvchi Allohga bo'lgan ixlosi, Allohga o'zini beg'ishlaganlikning ifodasi. Bizning Allohga o'zimizni atash va qurbonlik qilishdak bandachilik his tuyg'ularimizni taskinlikka erishtirish uchun bizning ulug' Parvardigorimiz Alloh taolo va taqaddas menga o'zini beg'ishlashni orzu qildiganlar bu uyimni tavof qilish orqali qalbinglarga taskin tepinglar deb ko'rsatma bergan. Şunlaşqa tavob qilg'uchi Ka'bani xuddi oshiq o'z ma'shuqiga pido bo'layotgandek ishq tuyg'usi bilan tavob qilishi lozim. Tavob qilishda mumkin bo'lsa oldi bilan Hajarul Aswadni so'yish afzal. Agar odam ko'p atrof tutalang'i bo'lsa, Hajarul Aswadni so'yman deb boshqalarga ozor yetkazish yaxshi emas. Chunki Hajarul Aswadni so'yish sunnat, boshqalarga ozor berish haromdir. Aqlli musulmon bir sunnat uchun yana bir haromga qadam bosmaydi. Shariat Hajarul Aswadni zoti so'ymisi bo'lmaydi deb belgilagan emas. Shunga uni so'yishga mumkin bo'lmay qolsa, qo'li yoki hossidek narsani uningga tekkizib, shuni so'ysimi bo'ladi. Agar bumi mumkin bo'lmasa, Hajarul Aswadning udulidan qo'li yoki hossi bilan ishorat qilib, bismillahi Allohu akbar deb niyatini so'ysimi bo'ladi. Hajarul Aswadni so'yganda Allohning ismi bilan boshlayman. Alloh buyukdir. Ey Allah, sana iman ettik. Senin kitabınga iman keltirdik. Olgan va'danga vafo qildik. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetiga ergashdik deydi. Ondan Beytullah'ni Hajarul Aswaddan boshlab 7 qitim tavof qildi. Tavof qilganda Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber degandek dualarni o'qisa bo'ladi. Har qitim o'yinib Ruknul Yamoniydan Hajarul Aswadga kelgicha buni duoni o'qiymiz. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Ma'nisi, ey Parvardigorimiz Alloh, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin va oxiratda yaxshilik ato qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlagin deganlik. Bu duoni o'qish sunnat. Har qitim Hajarul Aswadning udulidan o'tganda uni bismillahi Allohu akbar deb turib bir qitim so'yib yoki qo'li bilan silab qo'lini so'ydi. Agar buningga mumkin bo'lmasa, yiroqdan ishorat qilib bismillahi Allohu akbar deb takbir es kifoya. Masjidul Haramning hamma yeri tavof maydonidir. Yiroq yaqin qaysi joydan tavof qilsa o'xshashdir. Hatta yuqoridagi qavatlarda qilsimi ham bo'ladi. Ammo odam ko'p bo'lmasa, Ka'baga yaqin turib tavof qilgan afzal. Oldingi 3 qitimliq tavofda ramni qilish, ya'ni jalliq ham tez minish, keyingi 4 qitimliq tavofda bo'lsa, bir xil normal minish erlar uchun sunnat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birinchi qitim Makka mukarramaga kelganda avvalgi 3 qitimliq tavofda ramni qilgan. Keyingi 4 qitimliq tavofda bir xil normal mangan. Ayollarning ramni qilishi sunnat emas. Ayollarning erlar bilan qistishib, ishtishib, tavof qilganidan va Hajarul Aswadni so'yganidan so'ymagani yaxshi. Chunki ayol kishi uchun o'z vujudini nomahramdan saqlash muhimdir. Shuning uchun ayollarning kengri ozodi yerlarda yiroqdan tavof qilgani afzalroq va savobi ko'proqdir.
Tavob qilg'uchi kibri tamanno va gadankashlikdan yiroq bo'lib, o'zini kichik tutib, kamtarlik bilan tavob qilishi lozim. Tavob qilayotganda zikr tasbih etish va Qur'on Karim o'qish yaxshi. Qur'on Karim hammadan yaxshi zikridir. Ba'zi kishilar har bir tavobga maxsus duo va zikrlarni tayin qilib oladi. Buning hech qanday dalili yo'qdir. Her kishi Alloh taologa kamol va ixlos bilan ma'nosini bilib turib duo qilgani texmi yaxshidir. Ruknul Yamanining udlidan o'tganda Allohu akbar deb Ruknul Yamanini o'ng qo'li bilan silab o'tdi. Agar uni silash qiyin bo'lsa, tavobni davomlashtiraveradi. Ruknul Yamanini Hajarul Aswadga o'xshash so'ymaydi, yiroqdan ishorat qilmaydi. Udlidan o'tganda takbirmi aytmaydi. Chunki Ruknul Yamanida takbir etish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sabit bo'lgan emas. Tavob namozning hukmida bo'lganlikdan tahoratsiz tavob qilishga bo'lmaydi. Shuning uchun islom hayzdor va nifosdor ayollarni hayzi va nifosdan pok bo'lguncha tavob qilishdan to'sgan. Tavob qilg'uchi agar tavobning nechqitim bo'lganligida shak qilib qolsa, ozg'i hisoblab tavobni to'liqlaydi. Qasdan ortiq yoki kam qilishga bo'lmaydi. Bu qitimqi tavobi qudum, ya'ni haramga qadam tashrif qilish tavobi deyiladi. Bu tavobning hammasida erlar o'ng do'lisini o'chib qo'yib tavob qilish sunnatdir. Tavobni tugatgandan keyin boshqa tavob qilayotganlarga daxli qilmagan asosda maqomi Ibrohimning orqasida 2 rakat namoz o'qiladi. U yerga qo'yilgan oshu toshning ustida Ibrohim alayhissalom dastlab turib Ka'baning temini qo'porgan edi. Hamda butun dunyo ahlini bu qoqos cho'llikdagi Allohning uyiga kelib haj qilishga chaqirgan. U tosh aslida Ka'baning temiga chopishib turadi. Keyincha hozirgi o'rniga yetkazgan. Allah Taala maqomi İbrahim haqqida maqomi İbrahimni namoz o'qiydigan joy qilinglar degan. Diqqat qilishga tegishli bir ish shuki, butun dunyodagi musulmonlar haram tarafga qarab namoz o'qiydi. Haramdagilar bo'lsa Ka'baga qarab o'qiydi. Ammo jamoat namoz o'tiganda imom dal maqomi Ibrohimda turib qiblaga yuz keltirdi. İbrahim alayhissalommo dal shu yerda turib Ka'baga yuz keltirgan. Agar u yerda namoz o'qish mumkin bo'lmasa, Masjid-i Haramning qaysi yerda o'qisa bo'ladi? Chunki dunyoning har qaysi joylaridan kelib tavob qiladigan odamlar ko'p bo'lganlikdan dal maqomi Ibrohimning orqasida turib namoz o'qishda namoz o'quvchimi qiynaladi va tavob qiluvchilarga mu daxli qiladi. Buningga parvo qilmaslik yaxshi emas. İslam musulmonlarni boshqalar bilan kori yo'q shaxsiyatchi musulmon bo'lishdan to'sgan. Hatto kishilarga yaxshilik qilishga buyurib, kimki bir musulmon qarinishining dunyodagi bir qiyinchiligini oson qilsa, Alloh u kishining qiyomatdagi bir qiyinchiligini oson qiladi deb bishorat bergan. Namozdan keyin zamzam suyi ichib, ondan keyin sayr qilish uchun safoga chiqadi.
Səyi qilish. Safaga kelganda إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم degan oyatni o'qish mustahab. Səyi qilish Safa bilan Marva orasidagi 7 qitimliq mengishni bildirdi. Səyi qilishda oldi bilan Safada Ka'baga qarab turib Allohga hamd sana o'qiydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni duoni o'qiydi. Bir Allah'tan başka hiç mabud berhak yoktur. Allah hemmedin çoğundur. Yalğız bir Allah'tan başka hiç mabud berhak yoktur. Allah'ın şiriki yoktur. Bütün mülk Allah'ındır. Ve varlık hamdü sana Allah'a hastır. Allah tirildirgüçü ve öldürgüçüdür. Allah'ın hemme nersige küçü yetidir. Yalğız bir Allah'dan başka hiç mabud berhak yoktur. O va'disini amelge aşırdı. Bendisi Muhammed aleyhisselam'a galba ata kıldı ve düşman güruhini özü yalğız mağlup kıldı. Bu duanı 3 kısım okuydu. Duanı o'qib bo'lgandan keyin qo'lini ko'tarib, har kishi o'zi xohlagan tilaklarini tilab duo qilsa bo'ladi. Ondan sayi qilishni boshlaydi. Erlar ikki yeshil chiroq orasida boshqalarga azor bermagan holda barliq kuchi bilan yuguraydi. Sahih hadislarda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qattiq yugurganlikdan ihrom kishidan ikki tuzli ko'rinib qoladi deb rivoyat qilingan. Boshqa o'rinlarda bo'lsa normal mangadi. Ayollar boshdan oxiri bir xil mangadi. Safadan Marvaga borganda qiblaga qarab turib Safada o'qigan duoni yana o'qiydi. Ondan Marvadan Safa tarafga qarab normal mangadi. İki yeşil chiroq orasida yana kuchab yuguraydi. Ondan yana normal mangib Safaga chiqadi. Ve başta qilgandek Ka'baga qarab turib, avval o'qigan duoni o'qiydi. Shunda qilib Safa bilan Marva oraliqida 7 qitim sa'i qiladi. Safadan Marvaga birish bir qitim, qaytib kelish bir qitim deb hisoblanib, Safadan Marvaga 4 qitim, Marvadan Safaga kelish 3 qitim, jami 7 qitim sa'i qiladi. Sa'i Safadan boshlanib Marvada oyoqlashadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Manım muşundaq sayi qilgan ve hac ibadetlerini menden öğünülünler degan. Safa dua icabet boluduğun urun bulup, Allah Teala'dan dünya ahiretlik maksat taleplerini sorap dua kılınır. Safa Marvada sayi qilganda zikri tesbih etip ve özü bilgen dualarını okup sayi kılış mustahabdır. Sayini taharetsiz kılış ruhsat. Ama taharet bilen kılış mustahab. Sayi kılıp bolgandan keyin
er kishi chechini tushirdi yoki qisqartidi. Lekin chechini tushirish qisqartishga qaraganda afzal. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chechini tushirganlarga Alloh rahmat qilsin deb 3 qitim, chechini qisqartganlarga Alloh rahmat qilsin deb 1 qitim duo qilgan. Ayollar chechining uchidan tekshi qilib, barmoqining bir bo'g'imi miqdorida qisqartishlik kifoya. Shuning bilan umridagi ihrom bog'lash, tavof qilish, sa'i qilish va choch tushirishdan iborat 4 amal ado bo'lgan bo'lib, ihromdan chiqsa bo'ladi. Hojilar Makka mukarramada turgan kunlarida fursatni g'animat bilib, mumkin qadar toat ibodatlarni ko'p qilib olishga, bo'libmi Baytullohni ko'p tavof qilib, nafl namozlarni ko'p o'qib olishga tirishishi lozim. Chunki Makka mukarramada qilingan ibodatlarning mukofoti haslab beriladigan bo'lib, Hazrati İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir odam Baytullohni 50 qatim tavof qilsa, onasidan tug'ilgan kunidagidek gunohdan pok bo'ladi deyilgan. İmam Tirmizi rivoyat qilgan. Hazrati İbn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir odam tavof qilsa, 2 rakat namoz o'qisa, bir qul ozod qilganning savobiga erishidi degan. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Medine mescidida o'qilgan 1 rakat namoz boshqa yerda o'qilgan 1000 rakat namozdan ortiq. Masjidul Haramda o'qilgan 1 rakat namoz boshqa yerda o'qilgan 100,000 rakat namozdan ortiq degan. İmam Muslim rivoyat qilgan. Haj qilish. Haj ibodatini qilmoqchi bo'lgan kishi Zulhajja oyining 8-kuni hajga niyat qilib, ihrom bog'laydi va labbayki o'qib Minoga chiqadi. Minoda namozlarni o'z vaqtida qasr qilib o'qiydi. Kechini Minoda o'tkazadi. Bomdod namozini Minoda o'qib bo'lib, kun chiqqandan keyin yani Zulhajja oyining 9-kuni adiganda Arafatga boradi. Arafatga ketib o'tib takbir, tahlil va labbayki o'qiydi. Arafatga yetib kelgandan keyin shu kuni kun patqicha Arafatda turadi. Peşin bilan asr namozini qasr qilib, peshinning avvalgi vaqtida birlashtirib o'qiydi. Arafatga kelgandan boshlab qaytqichi bo'lgan o'rliqda duo bilan mashg'ul bo'ladi. Kun patqandan keyin Muzdalifaga qarab mangadi. Muzdalifaga kelib Sham bilan xuttanning vaqtida birlashtirib o'qiydi. Xuttan namozi qasr o'qiladi. O kechini Muzdalifada o'tkazadi. Bomdod namozini Muzdalifada o'qib, kun chiqishdan burun, ya'ni Zulhajja oyining 10-kuni atiganda Minoga qarab mangadi. Muzdalifadami duolar bilan mashg'ul bo'ladi. Minoga borgandan keyin cho'ng shaytonga 7 dona tosh otadi. Har bir toshni otganda Allohu akbar deydi. Tosh etishga boshlash bilan tang labbayki aytishni to'xtatadi.
Şeytanga taş etib bo'lgandan keyin qurbonlik qiladi. Ondan keyin kechini tushirib yoki kestirib bo'lib ihromdan chiqadi. Bu ihromdan chiqish bilan tang ihromdagi chig'ida qilish belgilangan ishlardan jinsiy munosabatdan boshqa hamma ishlarni qila oladi. Ondan Mekke'ye kirib Ka'bani tavof qiladi. 2 rakat namoz o'qib, Safa bilan Marva orasida 7 qatim sa'i qiladi. Sa'i qilib bo'lgandan keyin Minoga chiqadi. Kechini Minoda o'tkazadi. Ertesidan boshlab 2 kun, xolisa 3 kun, ya'ni Zulhijjaning 11-ci, 12-ci va 13-ci kunlari Minoda qoladi. Her günü peşin namazının keyin küçük şeytandan başlap 3 şeytanın her biriga 7 danadan taş etiladi. Yuqori kadar taş etish faoliyatini oxirlashtirgandan keyin haj faoliyatini oxirlashtirgan bo'ladi. Hajda ihrom bog'lash, tavof qilish, Safa Marva orasida sa'i qilish va Arafat kunisi Arafat tavasida turish qatorliq ishlar haj ibodatining eng muhim asoslaridan bo'lib, bulardan biri tark etilsa, haj ibodati ado qilinmagan bo'ladi. Minoga chiqish Mekke mukarramada umr qilib bo'lib, hajga saqlab turganlar va Mekke ahlidan haj qilmoqchi bo'lganlar Zulhijja oyining 8-kuni, ya'ni tarviya kuni o'zi turgan yeridan g'usl qilib, pokiz tozalanib, erlar xushpuroq narsalarni ishlatib, hajga niyat qilib ihrom bog'laydi. Ve talbiya etib Minoga chiqib shu kunlik pishin, asr, shom, xutban namozlarini qasr qilib o'z vaqtida o'qiydi. Shu kuni Minoda qo'nadi va ertasi namoz bomdatni shu yerda o'qib, kun chiqqandan keyin Arafatga qarab yo'lga chiqadi. Bu jarayonda zikr, tasbih va hamd sano aytish, Qur'on o'qish ko'p yaxshidir. Mana bular Zulhijja oyining 8-kuni Minoda qilishga tegishli ishlardir. Muzdalifada qiladigan ishlar. Ba'zilar Muzdalifaga keliblar shaytonga otadigan toshlarni terishga boshlaydi. Bu to'g'ri emas. Muzdalifaga kelgandan keyin qiladigan ish shom bilan xutbanni o'qish. Namoz o'qib bo'lgandan keyin ondan qolgan ishlarni qilish lozim. Shaytonga otadigan toshlarni qaysi joydan olsa bo'laver. Maxsus Muzdalifadan olsin deydigan dalil yo'q. Hojilar Muzdalifada qo'nib, ertasi Zulhijja oyining 10, ya'ni Yawmun Nahri kuni namoz bomdatni o'qib bo'lgandan keyin qiblaga yuzlanib turib, zikr, tasbih va takbir aytib, tong yo'rg'ichilik duo qiladi. Ma'lum bir yerda turish vojib emas, chunki Muzdalifaning hammasi turadigan joy. Tong yo'rg'andan keyin kun chiqishdan ilgari yana Minoga qarab yo'lga chiqadi. Yo'l bo'yi talbiya aytib mangadi. Muzdalifa bilan Mino orasida Vodi Mahshar deyiladigan bir joy bo'lib, bu yerdan tez o'tib ketish mustahab. Chunki u Alloh g'azab tushirgan, ya'ni fil qo'shunini halok qilgan joydir. Arafatda turish. Arafatga kelgandan keyin Masjidul Namrni markaz qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rsatib bergan doirada toki kun patqichi turdi. Bu yerdagi turish vuquf deb ataladi. U hajning eng cho'ng farzidir.
Arafat maydonida mumkin bo'lsa qiblaga va Jabal Rahmat deyilgan rahmat yig'iga oldini qilib turish mustahab. Her ikkilisiga oldini qilib turish mumkin bo'lmasa, qiblaga oldini qilib turish sunnat. Duo qilish, zikr etish, Qur'on o'qish qatorliq ibodatlar bilan mashg'ul bo'lish ajoyib bir fursat. Namoz peshin vaqtida peshin bilan asrni birlashtirib, bir azan ikki takbir bilan qasr qilib o'qiydi. Bu jam'i taqdim, ya'ni baldir jamlash deb ataladi. Namozdan keyin yana Alloh taolani ixlos bilan ko'p zikr qilishga va ko'p duo qilishga ahamiyat berish lozim. Chunki bu kun Arafat maydonida duo ijobat bo'ladigan kundir. Şuna bu kunni g'aflat bilan uxlab, behuda paronsilib, sayli sayohat shaklida oylanib yurib o'tkazib etmay, peshindan keyin toki kun o'ltirib bo'lguncha fursatni ching tutib, duo va talablarni tilashda va gunohlarga tavba qilishda g'animat bilmak lozim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en köp kılgan dua La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir diyen duadır. Haj qilg'uchilar quyosh g'arbga o'ltirib, namoz shom vaqt kirgan hamon namoz o'qimasdan Muzdalifaga qarab mangadi. Kun o'ltirishdan ilgari Arafatdan ayrilish to'g'ri emas. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafatdan Muzdalifaga kun o'ltirgandan keyin mangan. Haj qilg'uchilar Muzdalifaga qachon borsa, shu chog'da, shu yerda namoz shom bilan o'qitganni bir azan ikki takbir bilan jamlab qasr qilib o'qiydi. Bu jam'i ta'xir, ya'ni kechiktirib jamlash deb ataladi. Minaga borganda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti bo'yicha talbiya etishni to'xtatib, cho'ng shaytonga 7 dona tosh atadi. Her bir toshni atganda Allohu akbar, Allah hammadan buyukdir deb takbir etib atadi. Shaytonga tosh etishda qaysi tarafdan assi bo'ladi? Mumkin bo'lsa, Minani o'ng tarafda, qiblani so'l tarafda qilib turib etish yaxshi. Toshlarning cho'nliqi noqchilik bo'lsa bo'ladi. Toshlarni yuyishning hojati yo'q. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday qilishga buyurmagan. Onundan keyinki 3 kunda her kuni 3 shaytonga atadigan 21 dona toshni Minadan ilib olsimi bo'ladi. Ammo shaytonga bir qatim etilib bo'lgan toshlarni qayta terib etish to'g'ri emas. Cho'ng shaytonga tosh etib bo'lgandan keyin qurbonlik qildi. Qurbonlik qilib bo'lgandan keyin choch tushirildi yoki qisqartirildi. Erlerge çaç düşürüş evzel. Ayollar çeçinin uçudan kıskartıdır. Şeytanga taş etip, kurbanlık kılıp, çeçini düşürüp bolgandan keyin, ihramdan yerim çıkkan boludu. İhramda meni kılıngan işlerden, ayollik münasibetten başka hemmesi halal boludu. Fakat haremge kirib, tavaf ifadını qilib bo'lgandan keyin ihramdan butun chiqqan bo'ladi. Har qanday haj qiluvchi uchun bu tavafni qilmay haj bo'lmaydi.
Çünkü tavaf ifade hacning bir farzidir. Tavafdan keyin maqomi İbrahimda 2 rakat namoz o'qib, ondan sa'i qilish uchun safoga chiqadi. Haj tamattu qilgan kishiga umr uchun qilgan sa'idan boshqa haj uchun yana bir qatim sa'i qilish vojib. Ammo haj qiron va haj ifrot qilganlarga hajdan ilgari qilgan sa'iisi kifoya. Agar hajdan ilgari sa'i qilolmagan bo'lsa, hajdan keyin qilsimi bo'ladi. Tavafdan keyin Minoga chiqib, namozlarni o'z vaqtida qasr qilib o'qiydi. Kechsi shu yerda qo'nib, ertasi Zulhajja oyining 11-kuni va Zulhajja oyining 12-13-kunlari kun egilgandan keyin 3 shaytonga tartib bilan tosh otadi. Bilbilishga tegishlik ishlar. Haj qilish jarayonida tövendeki ishlardan birisi yuz bersa, jazo keladi. Birinchi, miqotdan ihramsiz kirish. Ikkinchi, beshini yo'gash. Uchinchi, chechini tushirish yoki kesish. To'rtinchi, tirnoq ilish. Beshinchi, tikilgan kiyimlarni kiyish. 6. Xushpuroqlik darslarni iste'mol qilish. 7. Ayollarga shahvat nazari bilan qarash va shahvat nafsi bilan tutish. 8. Halay kiyish. 9. Yovvoyi hayvonlarni o'ldirish. Yuqoridagi ishlardan birini qilgan kishining bir qon qilishi lozim. Qon qilish bir o'chka yoki bir qo'y bo'g'izlab go'shini Makkaning peqirlarga tarqitish bilan bo'ladi. Shuningdek, to'ga va kolining 7dan biriga sherik bo'lib, go'shini tarqitish bilanmi bo'ladi. Arafatdan qaytib, kechini Muzdalifada o'tkazmaslik, Təşriq kunlarida Minoda qo'nmaslik va shaytonlarga tosh otmaslikdek ishlarni qilganlarga o'xshashli qon keladi. Bir kishi farz hajni ado qilmay yoki bir haj qilish uchun Allohga va'da berib, uni o'rinlay olmay o'lib ketgan bo'lsa, u kishining nomiga badal haj qildiriladi. Bu ishni varislari qiladi yoki qildirildi. Diqqat qilish tegishli ish shuki, badal haj qiladigan kishi o'zi uchun haj qilib bo'lgan bo'lish kerak. Shuningdek, haj qilishga sharoiti to'shqan, lekin kasal yoki qirinlik sababidan o'zi haj qilolmaganlarmi boshqalarni avatib bu ibodatlarni qildirishi lozim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن Medine Munavver şehrini ziyaret kılışının hac yoki ömrü bilen münasebeti yok. İşençlik menbeler rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada fakat Mekke Mükerreme'deki Mescid-ül Haram, Medine Munavver'deki Mescid-i Nebevi ve Yerusalim'deki Mescid-ül Aksa'dan ibaret 3 orundan başka yerge alahide sefer kılıp ziyaret kılış yok degen. Müslümanlar muşunanga asasen bu orunlarını ziyaret kılıp kelgen. Amma Mescid-ül Aqsa hazır Yahudilarning mustamlikasida bo'lganlikdan u yerga berishga mumkin bo'lmadi. İnşallah yaqin kelgusida u yermi fathi bo'lg'isi. Allah barliq musulmonlarga u yerni ziyorat qilishni muyassar qilg'isi. Amin. Medine mescidini ziyaret kılışta, mescidga kirganda o'qiladigan duoni o'qib kirish sunnat.
kirgandan keyin oldi bilan 2 rakat tahiyatul masjid, ya'ni masjidga salom berish yuzasidan o'qiladigan namozni o'qish sunnat. Bu namozni har qanday masjidga kirganda o'qish, amal qilishga tegishli kuchli sunnatdir. Madina masjidida namoz o'qish alohida fursat bo'lib, Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina masjidida o'qilgan bir namoz boshqa yerda o'qilgan 1000 namozdan ortiq. Masjidul Haramda o'qilgan bir namoz boshqa yerda o'qilgan 100 ming namozdan ortiq degan. İmam Müslim rivoyat qilgan. Masjid ichida Payg'ambar alayhisalomning hujrasi bilan munbirning orasida ravzi deyiladigan bir o'rin bor bo'lib, u yerni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannatning bog'chilaridan bir bog'cha degan. Namozdan keyin Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qabrisi oldidan nihoyat izzat ikrom bilan assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alayka ya Nabiyulloh, assalomu alayka ya Habibulloh degandek yaxshi, go'zal salomlarni qilib va durud aytib o'timiz. Ondan Hazreti Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va Umar ibn Xattob radhiyallohu anhularning qabrisi oldidan ularga mo yaxshi duo va salomlarni yo'llab o'tib masjiddan chiqamiz. Masjiddan chiqqandan keyin Al-Baqi deyiladigan qabristondagilarga qabrda o'qiladigan bunu duoni o'qiymiz. Assalomu alaykum ey mu'minlarning qavmi. Sizlarga Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Bizmo haq arada sizlarga qo'shilamiz. Alloh sizlarning va bizning gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ey Alloh, bu yerdagilarga mag'firat qilgin. Amin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinadagi vaqtida har shanba kuni Masjidul Quba deyiladigan masjidga eshigiga minib yoki piyoda minib berib 2 rakat namoz o'qiganligiga asosan u yerga berib 2 rakat namoz o'qib kelsa yaxshi. Ammo farz namozlarni Masjidun Nabaviyda o'qish donolikdir. Uningdan boshqa juma kuni Uhud shehidligida Rasulullohning tog'isi Hamza radhiyallohu anhu va boshqa Uhud g'azotida shehid bo'lgan barliq sahobalarga salom va duo qilish yana bir fursatdir. Mana bular Madina Munawvara masjidiga ziyorat qilishning asosli maqsadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomning dastlabki chog'larida qabrlardan madad istonat tilash, hojat so'rash qatorliq ishlarning yuz berib qolmasligi uchun qabrlarni ziyorat qilishni cheklagan. Ammo keyingi chog'larda musulmonlarda tavhid aqidasi mustahkamlangandan keyin o'limni aslab turishinglar uchun qabrlarni ziyorat qilishinglarga ruxsat qildim degan. Buningdan shuni ko'rilishga bo'ladiki, qabrlarni ziyorat qilishdan maqsad faqat o'limni eslash xolos. Assalomu alaykum aziz musulmon qarindoshlar. Allah Taala moddiy, ma'naviy, ruhiy, axloqiy ve ictimai cihetlerde bizlerge faydası yetmeydiğen birmi ibadetini farz kılgan emas. Allah Teala'nın hiç kandak ibadetke muhtaç emesligi hemmigi ma'lum hakikat. Allah farz kılgan ibadetlerinin hemmisi fakat biz bendilerinin menfaati üçün bulup Allah özü her kandak fayda menfaatlerinin ihtiyacıdan bir hacettir. Allah farz kılgan her kandak ibadetin asası maqsadidan başka, onu ada qilish davomida qo'lga keladigan nurg'un qo'shimcha manfaatlar bor. Navoda birisi ibodatning qo'shimcha manfaatlaridan qaysi birini ibodatning asli maqsadiga aylantirib olsa, unda kishi qilgan ibodatini zoya qilib etgan bo'ladi.
uning qilg'inimi hargiz haqiqiy ibodat hisoblanmaydi. Masalan, ro'za tutish ruhiy, axloqiy, jismoniy jihatlarda nurg'unlagan manfaatlar bo'lgan ibodat. Navoda birisi ro'za tutishda salomatligim yaxshilanadi deganni ko'zda tutgan bo'lsa, u haqiqatan ibodat qila olmagan bo'ladi. Belki doktorning maslahati bilan tan sog'lomligi uchun bir mezgil o'zini och qo'ygan kishiga o'xshab qoladi. Gerçi o ro'za tutish orqali ko'zlagan muddaosini hosil qila olgan taqdirdami, ibodatning haqiqiy savobiga hargiz erisha olmaydi. Shuningdek haj masalasimi dal shuningga o'xshaydi. Qandaqli bir kishi haj qilishda moddiy, ma'naviy, ruhiy, axloqiy, ijtimoiy jihatlarda qo'lga keladigan qo'shimcha manfaatlardan qaysi birini o'ziga maqsad qilib oladi ekan, u chog'da hargizmi haj qilgan bo'lmaydi. Uning qilgan bu ibodatimi ibodat bo'lib hisoblanmaydi. Chunki har qanday ibodatning markaziy maqsadi Parvardigori oldida o'zining bandichiligini ifodalash va shu orqali Allohning roziligini qo'lga keltirishga tirishishdan iboratdir. Haj qilishda boshqalar bilan baslashish, hojim, hojixinim degandek nomlarni ilish, qudu bajlarning va boshqalarning oldida sat turadigan deb riyo qilish qatorliq ishlar maqsad bo'lib qolsa, butunlay xatolashgan bo'ladi. Bunda kishining haji hisoblanmaydi. Haj qilishda haqiqiy maqsad faqat Alloh taolaning roziligiga va mag'firatiga erishish, o'zining bandichilik mas'uliyatini ado qilish bo'lishi lozim. Haj qilish ibodatlarning barliq turlari va shakllarini o'z ichiga olgan bo'lib, bir kishining xolis niyat bilan haj safariga otlanganligining o'zila uning dunyolikni ko'zlamaganligini tushuntirib berdi. Necha 10 ming kilometrlik musofani savdo tijorat, sayli sayohat uchun emas, balki Allohning ibodatini bejo keltirish va Allohning roziligini izlash yo'lida qadam bosganligini tushuntirib berdi. Chunki har qanday bir kishi hajga otlanishdan ilgari birinchi bo'lib ota-ona, bola-chaqa oilasidan ayriladi. Urug' tuqqan do'st yoranlardan ayriladi. O'z kasbini va boshqa aloqa munosabatlarni tashlashga to'g'ri keladi. Demak, Allohning roziligini qo'lga keltirish uchun shu aziz rishtalarning hammasini tashlab mangdi. Shunlashqa haj qilgan kishi hijrat qilganning savobiga ega bo'ladi. Hijrat qilishdan qo'lga keladigan barliq ruhiy, axloqiy manfaatlarning hammasi tabiiy holda u kishiga mansub bo'ladi. Chunki haj qilgan kishining salohiyati Allohni deb oila bolchaqalarini tashlab hijrat qilib chiqqan kishiga o'xshash bo'ladi. Mekkaga kelgan hojilar har qanday ibodatlarni ado qilishga muyassar bo'la oladi. Masalan, namoz o'qishdan boshqa Ka'bani tavof qilganida Allohga o'zini ataganning savobiga erishadi. Hajar Aswadni so'yganida go'yo Allohning oyog'i ostidagi toshni so'ygandek bo'ladi. Ka'ba darvozasiga eslaganida bo'lsa, xuddi Allohning darvozasiga eslab duo qilayotgandek his tuyg'u keladi. Uningdan boshqa yana Safa Marvada sayr qilganida Allohning yo'lida jafo tortganning ajriga erishadi. Shunday qilib Allohga duo qilish, Baytullohni tavof qilish, Allohning roziligiga erishish yo'lida jafoliq izinish qatorliqlarning savobi sizlarga nisb bo'ladi. Uningdan boshqa haj jarayonida Makkadan Minoga, Minodan Arafatga, Arafatdan Muzdalifaga, Muzdalifadan yana Minoga yo'tkilib yurishdan iborat bu riyozatlarning hammasi xuddi jihodga o'xshaydi. Jihad qiladigan kishimi hamma narsani tashlab oz bo'lmagan riyozatlarni chekadi. Yo'l azobi, jihad maydonidagi jafoliq tirkishish qatorliq qiyinchiliklarga bardoshlik berdi.
Hac faoliyatlarımı xuddi shuningga o'xshabroq ketadi. Shunga sizlar go'yo Alloh yo'lida jihad qilgan kishining savobidek savobga ega bo'lasizlar. Dal shu savobdan hac barliq ibodatlarning jo'g'lanmasi deb atalgan. Hajda birli vaqtda millionlagan hojilar tang harakat qiladigan bo'lg'achqa har qanday odam har xil to'salg'i qiyinchiliklarga duch keladi. Odam ko'p bo'lganlikdan ig'ir darajada qistalchiliklar bo'ladi. Hammaylar tezroq o'tib ketishning g'amida bo'ladi. Bundaq vaziyatda ixtiyorsiz holda kishilar o'zaro surkilishadigan, bir-biriga tasoddifiy azor yetkazib qo'yadigan yoki o'z ishini qilolmay qoladigan ahvollar yuz berib turdi. Shunlashqa hammaylar ochiqlanishdan saqlanib, o'zini qattiq tutilib, amalining bericha savrchanlik bilan ish tutib, bir-biriga qarta ko'ngli ko'ksini kang tutib, apucham bo'lishi va boshqalar tarafidan o'ziga yetgan kulfatlarga bardoshlik berishi lozim. Mana bular ayib nuqsansiz haj qilishning eng tuvan o'lchimi. Haj jarayonidagi eng cho'ng ilohiy imtihonmi dal mushu jihatdan ilinadi. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mukammal ayib nuqsansiz haj qilgan kishi barliq gunohlardan poklanadi deb bishorat bergan. Ayib nuqsansiz qilingan haj musulmonlarda olamshumul qarindoshlik va barobarlik tuyg'usini yetildirdi. Allah'ның dargohida qabul bo'lg'idek haj qilgan kishi Alloh va Allohning rasuliga va dunyodagi barliq musulmonlarga do'st bo'ladi. Allohning dushmanlariga dushman bo'ladi. Islomdagi barliq ibodatlarga amal qiladi. Oilasi, mahalla haqamsoylari, qavmi qarindoshlariga o'lgu bo'lib, musulmonlikning shon sharafini dunyoga tanitadi. Xulosalab aytganda, Allohning dargohida qabul bo'lg'idek haj qilgan kishining qalbi iymon bilan nurlanadi. Ish harakati islom bilan tuzlanadi. Burunqi yomon odatlarini, nachar axloqlarini qat'iy tashlab, yangidan odam bo'ladi. Mana bu hajning haqiqiy maqsadi va g'oyasi. يتبعون إلا رجلا مسحورا